Hammaga assalomu alaykum. Bugun 30-dekabr. Ertaga bizlarni juda ham qiziqarli sayohatlar kutyapti. Mana hozir tayinlanyapman bunga. Bu yoqda sherigim uchun mishok olganman. Kovrik, o'zim uchun mishok, palatka, shapka, sharf, qo'lqop. Bu yoqda kechqurun kiyish uchun qalin naski, gaz, garelka, palka, baxila, kurtka, pastga kiyish uchun qalin shim. Umuman sovuq o'tkazmaydi kurtka, shim. Bular ichimdan kiyish uchun kiyimlar. Bu naski. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'p naski olganman. Sababi ho'l bo'lib ketib qolishi mumkin yoki sovuq o'tkazishi mumkin. Ho'l bo'lishi aniq. Shu uchun almashtirib kiyish uchun. Har doimgi ryukzak, svet, choyni, hamma narsa bor. Xudo xolasa juda ham qiziqarli sayohat bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar. Hammaga assalomu alaykum yana bir bor. Hozir guruh a'zolari yomg'ir yog'yapti. Hamma yolloy. Hech qanaqa qor ko'rinmayapti. Dahshat bo'lyapti qor. Hozir ham bitta Padiyonni boshlab oldik. Bo'ronda yurib ketamiz. Qattiq shamol bilan qor botdi. Uncha ko'p qolmadi mana shu tepasida cho'qqi. Palatkani qurib oldik. Shunda palatka. Mana palatkamizni ichi o'timiz muzlab qoldilar. Lekin juda ham qattiq sovuq botdi, mana qaranglar. Kamida -15. Mana qaranglar, bu yerda umuman qor erimayapti. Biz hozir palatkalarni yoyib dam olib o'tiribmiz. Bizning palatka yana ikkita qo'shnilarimiz. Bu yoqda Yangi yil svetlari choy qaynayapti. Bu yoqda shahar shunaqangi tiniq ko'rinayotgandi, lekin hozir qayoqdandir bulut kelib hammasi
Topilib qoldi. Mana yangi yilni dashrak yeb kutib olamiz. Oliviyani o'rniga, to'g'ri? Mana Oliviya. Soat 11dan 10 o'tibdi atak. Voy vo! Bulut ustida yotibmiz. Ha, polni tegimiz bulut bo'lib ketibdi. 10 minutdan keyin yengil kirib keladi. Bizda ahvol yomon. Chunki hech narsa ko'rinmay qoldi. Sababi quyuq bo'lib bulutlar anaqa egallab oldi. Bizdan pastda hamma yoq bulut. Shunaqangi quyuqki bulut. Lekin ertalab bo'lganda mana shunaqa bulut bo'lsa, juda ham chiroyli manzarani ko'ramiz. Bizda shunaqa gaplar. Mayli. Ko'ramiz ekanmiz. Salyutlar otilishini. Mani kiribga otgan, kiribga bo'lgan o'sha yangi yil bilan. А потом вот это надо поджечь. Зажигать надо? Да. Ertalab soat 8 biz uyg'onib oldik. Bu bizning hani etigim muzlab qoldi. Qotib qo'ygan. Bu ko'cha. Ko'chada mana shunaqa holat. Choy qaynatamiz ovqatlanish uchun. Sizlarga life hack. Hech qachon mana bunaqa gaz ballonlarni muzday sharoitda olmanglar. Mana bunaqa maxsus gaz ballonlar bor. Shuni ishlatish kerak. Bu gaz ballon muzlab qolgan, yonmayapti uncha. Hozir zo'rg'a choy qaynatamiz. Mana bunaqa gaz ballon bo'lsa muzlab qolmas ekan. Akbar aka nima deysiz? Shunaqa olmaylar, buni olmaylar. Fire Maple yoki ana neydi? Shunga o'xshagan sistemalar bor. Shuni olgan yaxshi. Palatkalarni yig'ishtirib oldik hammamiz. Mana yoqda Toshkentdan bulut ustida qopladi. Hozir sekin tushib ketyapmiz, hamma tushib ketib bo'ldi. Bu manzara. Mana yoqda Toshkent ustini bo'ldi. Bulut qoplab olgan. Biz mashinaga qaytib tushib oldik. Hamma kiyimlarini o'sha kiyib tayyor bo'ldi. Endi uyga qaytamiz. Hammasi zo'r bo'ldi. Oxirida ozgina loy bo'ldik. Mayli. Bu tepalarda qor. Kuchlar yoqat beryapti.